Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan yana Alishoh TV. Bugun sizlar bilan 365 kunlik Ajman mashq challenge'imizni boshlaganimiz haqida gaplashamiz. Nima uchun men bu Ajman mashq challenge'ini boshlaganim? Shuni sizlarga batafsil aytib o'tmoqchiman. Videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib, agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Unda men boshladim. 365 kunlik challenge. Bu 365 kunlik Ajman mashq challenge'ini boshlayman deyish o'zi bir katta kuch. Men asosan bu Ajman mashq challenge'ini boshlaganim, rostini aytsam, birinchi kunda shunday fikr qilgandimki, men shu asosiy obuna yig'ish yoki bir like qanaqadir YouTube uchun qiziqmagandim-da. 365 kunlik challenge boshlashni maqsadim YouTube uchun emas edi. Просто o'zimni xohishim. Maqsadki, bugun masalan bitta ajman urasiz, bitta ajman urasiz. Siz bilasiz, o'sha ertaga ikkita ajman urishingiz kerak. Ana shu uchun men aytdimki, agar men shu 365 kunlik ajman mashq challenge'ini boshlasam va YouTube'ga har kuni video qo'yib boraversam, qiziqish paydo bo'ladi va har kungi videoni qo'yishga harakat qilaman va har kuni shu bugun bitta, erta 3 ta, 4 ta, 5 ta shuncha urishga harakat qilaman. Va nihoyat mana bugun 55-kun. Xudo xolasa inshaalloh bugun 55-kun ajmanni ham qurib YouTube'ga batafsil bitta cho'tki video chaqirib qo'yamiz. 365 kunlik ajman mashq challenge'ini boshlashdan asosiy bir maqsadim shuki, sog'lom inson bo'lish, nima desam, bir yaxshi cho'tki bitta figurachani qo'yib, kuchli inson bo'lish bu o'zgalarni urush maqsadi emas u. Prosta o'zimning sog'lik salomatligim uchun bu 365 kunlik Ajman mashq challenge'ini boshlaganman. Hozir rostini aytsam, qiziqishim ham ancha ko'paygan sportga va bu Ajman mashq challenge'ini har kuni YouTube'ga qo'yib borishga. Masalan, bugun 55-kun men YouTube'ga ajmanni qo'yaman. Bilamanki, bugun 55-kun YouTube'ga albatta qo'yishim kerak. Va erta bilaman 56-kun va 56-kun ham albatta bajarib YouTube'ga qo'yishim kerak. Shuning uchun qiziqib, Xudo xolasa inshaalloh 365 kungacha boramiz. To'g'ri, aytishingiz mumkin 365 ta ajmanni qilish bu oson emas deb, lekin ora-orada dam olib, bir nafasni rostlab qilishga harakat qilamiz. Bittada to'xtamasdan qilish bu menimcha hech kim qila olmasa kerak. Shuning uchun ora-orada to'xtab, damlarni olib, cho'tkigina bo'lib, suvchalarni ichib, qoida qilib 365 ta ajmanni ham urib beramiz, kuzatib ko'rsanglar. Sizlar bilan bugun Shohjahon bo'ldi. Hammangizga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videomiz agar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bittadan like bosib, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishingizni istardim. Hammangizga ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.